Assalomu alaykum. Vibe Coding Express kursiga xush kelibsiz. Darslarni boshlashdan oldin bitta narsaga kelishib olaylik. Siz bu kursda kod yozmaysiz va dasturlashni o'rganmaysiz. Va eng qiziq joyi ham shunda. Hozir hech qanday mahsulot dasturni qo'lda kod yozish orqali qurilmayapti, balki hatto dasturchilar ham AI bilan kod yozdirishyapti. Va bizda Cloud aynan mana shu vazifani bajaradi. Ya'ni kodni to'liq Cloud yozadi, siz esa u yerda loyiha menejeri, ya'ni rejissor sifatida Cloudga nima qilish kerakligini va uni sifat nazoratini boshqarasiz xolos. Bu gaplarni men shunchaki internetda olib aytmayapman, balki oxirgi 1,5 yil mobaynida barcha IT proyektlarni, saytlarni va startaplarni o'zim aynan mana shu usulda qurib kelyapman. Bir kishilik jamoa bo'lib va sizga ham xuddi shu usulni, mana shu ishlayotgan metodlarni qanday bo'lsa shundayligicha o'rgataman. Kurs davomida 3 ta haqiqiy loyiha qurasiz. Birinchisi bu shaxsiy veb-saytingizni internetga chiqarasiz va server qanaqa ishlaydi, GitHub qanaqa ishlaydi, domen qanaqa ulanadi, mana bu jarayonlarni hammasini ko'rib olasiz. Ikkinchisi bu sizning AI shaxsiy agentlaringiz jamoasi ma'lum bir vazifalarni bajaradigan Telegram bot ichida ishlaydigan mana shunaqangi aqlli bot tizimini yaratasiz. Va uchinchisi bu haqiqiy startup loyihangiz. Ya'ni ko'pchilik menga savol beradi, haqiqiy ishlaydigan minglab odamlar kirsa bo'ladigan produkt qursa bo'ladimi deb. Albatta, mana shu kursning 3-loyihasi sizni kurs ishingiz bo'ladi va mana bu kursdagi misol bilan siz har qanday katta bir SaaS proyektni, ya'ni loyihani to'liq chiqarib, avtorizatsiya, databaza, admin panel, backend, front, to'lov tizimlari hammasini ulab chiqarasiz. Ochiqchasiga aytamiz, qiyin bo'ladimi? Ha, oson bo'lmaydi. Xatolar duch keladimi? Albatta. Lekin biz mana shu xatolarni Cloud yordamida to'g'ri hal qilishni va unga to'g'ri yechim berishni o'rganamiz. Chunki qilayotgan ishimiz natija jihatidan juda ham katta ish. Ya'ni oldin mana shu siz quradigan proyektni, kursingiz mobaynida quradigan proyektingizni yillab qilishgan dasturchilar. Siz esa buni ma'lum bir haftalar ichida qurishni o'rganyapsiz. Shuning uchun ham bu yo'l juda samarali va sizdan ma'lum bir vaqt ajratishni talab qiladi. Bugungi darsimiz eng muhim darslardan bittasi, chunki biz ish boshlash uchun kerakli barcha instrumentlarni sozlab olamiz. Cloudda ro'yxatdan o'tamiz, unga obuna rasmiylashtiramiz, GitHub va kompyuterimizga kerak bo'ladigan barcha dasturlarni o'rnatamiz va barcha kerakli servislardan ro'yxatdan o'tamiz. Shundan keyin birinchi darsimizda bizda darsni boshlash uchun hamma narsa tayyor bo'ladi. Video oxirida darsga tayyorligingizni Cloud bilan tekshirib ko'ramiz va qiziq narsa, Cloud o'zi sizni kursni boshlashga tayyorligingizni to'liq tekshirib beradi. Agar tayyor bo'lsangiz, oldinda sizni ajoyib sarguzashtlar kutyapti. Birinchi darsimizni boshlaymiz.